Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan albatta Qorasuv uylari va Dilshod Iskandarov. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Qorasuv massivida joylashgan premium loyihamiz. Ushbu premium loyihamiz 10 qavatlik, hozir 8-qavatga yetgan, pishig'ishdan qilinadi albatta, sifatli pishig'ishdan hamda ushbu majmuamizda barcha sharoitlari bor. Ya'ni premium tipga ega bo'lgan nima normativ standart bo'lsa agar hammasi mavjud. Ya'niki bolalar maydonchasi, qishki va yozgisi, podzemniy va nadzemniy parkovka, yopiq kompleksga ega bo'lgan yopiq охраняемый zona kompleksimiz. Va har bitta podyezdlarimizda ona va bola xonasi mavjud, ya'ni xonasi mavjud. U xonada agar yosh bolangiz bo'lsa, bemalol kirib pampersini almashtirib yoki emizmoqchi bo'lsangiz, bemalol sharoitlari mavjud. Va kompleksimizda fitness zallar, coworking xonalari, banketli zallar, restoranlar hamda ochiq terrasasiga ega bo'lgan 10-qavatda joylashgan restoranimiz ham mavjud. Ya'ni kompleksning o'zida to'y, ma'raka, tug'ilgan kun deysizmi, hammasi borda, hamma sharoitlaringizni, hamma marosimlaringizni o'tkazishga imkoniyat mujassamlantirilgan. Birinchi qavatlari tем более magazin, aptekami, xozmakmi, magazinmi, любой narsa bor. Butikgacha bo'ladi kerak bo'lsa. Butikgacha bo'ladi bu tomonda. Xo'p, hozir ushbu biz turgan joy bolalar maydonchasi. Bu yerda bolalar maydonchasida ham boya aytib o'tganimdek, ham yozgi ham va qishki bo'ladi va o'sha bolalar maydonchasining tagi, past qismi podzemniy parkovka bo'ladi. Podzemniy parkovkani qulaylik tomoni, misol uchun mashinani olib keldingiz, podzemniy parkovkaga tiqdingiz. Shunday birdaniga lift bilan uyga chiqib ketasiz. Zinaga chiqish shart emas, birdaniga primoy liftdan uygacha bo'ldi. Hamma sharoitlar mujassamlantirilgan. Va kompleksga faqatgina tez yordam mashinasi yo pojarniy yokida ayrim bir ehtiyoj kerak bo'lsa, o'shanaqa mashinalarni qo'yib yuboriladi. Chunki yerda shlagbaum turadi, qorovul turadi. Kim o'tib ketganini nazorat qiladi albatta. Va kompleksning har tomonida kameralar joylashgan bo'ladi. Butun kompleksda nima bo'lib turibdi, nima qilyapti, nima qo'yibdi, qorovullar qarab, охраналар qarab, nazorat qilib turishadi har doim. Ushbu majmuamizning narxlari nech puldan iborat? Ushbu majmuamizda 3 ta blok mavjud. Misol uchun, mana bu 8-qavatga chiqqan bloklarimiz $750 1 metr kvadrati. Boshlang'ich kamida 30%, 30% dan kam bo'lsa ham kelisha olamiz. To'lash kerak bo'ladi boshida 30%, keyin qolganini 3 yilga bo'lib to'lashgan. Xo'p, ushbu blokimiz 26-yilda o'z egalariga topshiriladi. Bu esa qolgan bloklarimiz mana podval qismidan chiqqan va katlaman holatdagi bloklarimiz esa 27-yilda qurib bitkazilib, o'z egalariga vaqtida Xudo xolasa topshiriladi. Bizni kuzatishni davom eting. Agar sizga ham premium tipdagi xonadonlar kerak bo'lsa, Qorasuv uylariga murojaat qiling. Pastda raqamlarimiz bor. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilavering. Ko'rishguncha xayr.